Minecraft, lekin mana shunday cheklangan dunyoda yashab qolamiz va kartadagi barcha qiziqarli joylarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Hozir esa qisqa intro. Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men har doimgidek Breeze Minecraft va bugungi videomizda Minecraft, lekin cheklangan dunyoda yashab qolishga harakat qilamiz. Va bizning maqsadimiz esa o'yinni oxirigacha borish. Ya'ni Ender Dragonni zabt etish. Xullas, bizning maqsadimiz hammaga tushunarli va vyjvaniyamizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda bu yerda ko'zdan kechirib chiqishdan boshlaymiz albatta. Xo'sh, bu yerda qanaqadir sandiq va bizda uje 6 ta, yo'q 5 ta temir bor. Yomon emas boshlanishi va bu 5 ta temirni endi nima qilamiz? Bu 5 ta temirdan albatta o'zimizga kirka yasab olamiz. Bu yerda bizga eng kerak bo'ladigan narsa kirka bo'ladi. Xo'p, o'yinni boshidan o'sha yomg'ir yog'di, to'g'risi. Bu yerda xo'p, yotoqxona va menimcha boshqa ko'radigan joy qolmadi. To'g'risi menga bunaqa yomg'irli ob-havo yoqmaydi, shuning uchun xo'p, ob-havoni o'zgartiramiz. To'g'risi chetdan foydalanish mumkin emas. Endi ob-havo uchun endi o'yinga hech qanaqa ta'siri yo'q, shunchaki kayfiyatga ta'sir qiladi bu narsa. Mana endi ancha yaxshi. Xo'p, endi ishimizni daraxt chopishdan boshlaymiz. To'g'risi o'zi bu safar ham qanaqadir mukammal video tayyorlamoqchi edim, lekin nimagadir mana shunday oddiy video tayyorlashga qaror qildim. O'zi hech qachon bunaqa video qilmagan ekanman. Ya'ni sizlar bilan mana shunaqa gaplashib, prosta unaqa og'ir montajlarsiz video qilmagan ekanman. Xo'p, menimcha bu yog'och bizga yetarli bo'ladi. Va hammasi tayyor. Endi bizga verstak kerak. Bizga hozircha verstakni o'zi yetib bortadi. Bu yog'ini keyinroq tayyorlab bog'laymiz, chunki temirimiz cheklangan. Xo'sh, endi biz pastga qarab qazishimiz kerak bo'ladi, chunki video boshida ko'rsatdim bu men qanaqa tuzilganini. Ya'ni xuddi qavatli, ko'p qavatli uyga o'xshaydi. Biz hozir mana shu uyda eng tepasidamiz. Eng pastda esa mana shu Ender Dragon'ni olami joylashgan. Ya'ni End olam. Hozir endi to'g'ri pastga qazishni boshlaymiz. What the fuck? Endi bizda aniq temirdan muammo bo'lmaydi. Bemalol o'zimizga bronza yasasak bo'ladi, agar u kerak bo'lsa. A few moments later. Xo'p. Yo'q, bizga nimaga bersa kerak? Bizga birinchi o'rinda pechka kerak. Pechka yasab olishimiz kerak. Afsuski, pechkaga bizda yetarli tosh yo'q ekan. Endi toshni qazib olamiz. Menimcha bizga bitta pechka yetmaydi. 3 ta yoki 4 ta pechka bo'lsa, bemalol bizga yetib ortadi. Xo'p. 2 ta pechka yasolar ekanmiz, bizga menimcha yetadi. Mayli, ikkitasiga ham bemalol bizga yetib ortadi. Xo'p, hammasini qo'ymaymiz, yarmini qo'yamiz va buni yoqamiz. Bunga ham xuddi shunday, lekin bunga ozgina ko'mir kerak. Lekin bu yerda hech qanaqangi olmos ko'rganim yo'q, yoki olmos, no farqi yo'q. Menimcha pastroqda uchrasa kerak. Yana bitta narsani aytib o'taman. Meni bunaqa formatda birinchi video olishim, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.
qanaqadir xatolik yoki videoda qanaqadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, chunki bunaqa formatda men birinchi marta video olyapman. O'shanga meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, uje bizda 7 ta temir bor va ularni yo'q, 9 ta temir. Va nima yasaymiz? Mayli, qilichmi? Yo'q. Ustimizga bronya tayyorlab olamiz. Ishtonsiz bo'lib qoldim. Menga xuddi shu joyda menga ishton kerak endi. Yo, bu 4 ta menimcha ishtonga yetmasa kerak. Yo'q. Yetmas ekan. Xo'p, yana bitta kerak. Va tayyor. Va bu ishtonni ham kiyib olamiz. Va bizga oyoq kiyim ham kerak. Shunda biz to'la temirdan kuchaygan bo'lamiz. Har ehtimolga qarshi yana ozgina temir olib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shu 10 ta temir pishib turadi. Ungacha bitta oyoq kiyim tayyorlaymiz. Va bo'ldi. Va bitta qilich olsak, bo'ldi. Biz tayyormiz. Qolgan bu temirlar o'zi tayyor bo'lib turadi va biz pastga ketamiz. Bu yerda menimcha qiladigan ishimiz qolmadi. Xo'p, o'rtaroqdan qaziymiz. Ko'ramiz endi bu safar bizni pastdan nima kutib. Wow! To'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Judayam chiroyli joy. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bu yerda nimadir yashiringan bo'lishi kerak. To'g'risi ko'nglim sezyapti uni. Yashirinmagan bo'lsa ham nimadirlar bo'lishi mumkin. Qanaqadir sovg'a yoki qanaqadir sandiqlar bo'lishi kerak. Xo'p, qidiramiz. Hoppa, mana birinchisi. Xo'p, buning ichida nima bor? To'g'risi bu bizga nimaga kerak bo'ladi bilmadim. Lekin olamiz. Xo'sh, hammasini olamiz. Va bunisida. Xo'p, to'g'risi judayam g'alati narsalar. Nimaga bular kerak to'g'risi bilmadim-ku, lekin kerakli yuksi og'iri yo'q degan narsa maqol bor. Lekin bu qanaqa kerakli yuk? To'g'risi bilan u ko'rinishga gap yo'q. Xo'sh, menimcha bu yerda ko'radigan hech nimamiz qolmadi. Mayli, ozgina daraxt chopib olamiz. Balki pastda bizga kerak bo'lib qolishi ham mumkin. To'g'risi pastda nima bor, umuman hech kim bilmaydi. Istagan narsa chiqishi mumkin, balki moblar chiqishi mumkin, balki zombilar to'la qanaqadir joy bo'lishi mumkin. Lekin bilmadim. Shuning uchun boyagidek to'g'ridan-to'g'ri mana shunaqa pastga qarab qazimaymiz-da. Mana shunaqa qilib qazib ketamiz. Bu nima uchun? Bu xavfsizligimiz uchun. Qanaqadir lava chiqishi mumkin yoki
Men nima deganim, haqiqatan ham ko'nglim to'g'ri sezgan ekan. Pastda suv bor ekan. Menimcha boyagi bizga berilgan mana shular, mana shu eliksirlar ham mana shu narsa uchun berilgan ekan. Xo'p. Suv ostini ko'zdan kechiramiz. Bu qanchaga ta'sir qilar ekan? Roppa-rosa 8 daqiqaga. Xo'p, mana birinchi sandiq. Bunda nima bor? To'la baliq. To'g'risi bu baliqlar bizga nimaga kerak bilmadim. Shuning uchun hammasini ham olmaymiz. Xo'p, keyingi o'rinda bu yerda nima bor? Yo'q, bo'sh. Wow, nayza. Nayza deyilarmi bu? To'g'risi bilmadim. Nima deyiladi? Xullas, mana shu narsa. Menimcha bu yerda boshqa ko'radigan narsa qolmadi. Pastga qazishda davom etamiz. Xo'p, hali 5 daqiqa vaqtimiz bor. O'shaning uchun pastga qazishda davom etamiz. Xo'p, atrofimizda mana shunaqa qilib suvlarni yo'q qilamiz. Va mana shunaqa qilib pastga qazishda endi davom etamiz. Biz do'stlar Misrdamiz. Yo'q, Misr emas, endi bu cho'lli biyomga keldik. Endi bu cho'lli biyom ekan. Xo'sh, albatta hozir Temple ichiga kiramiz va Temple Stop. Sen kimga sakirading sen? To'g'risi, boyatdan beri mob chiqmaganiga endi bemalol yurishga o'rganib qolibman. Xo'sh, oddiy Temple, o'zgacha joy yo'q. Mana endi kiramiz. Lyati krisa deydigan joy ekan. Pastda qanaqadir sovg'a bormi desam, sandiq bormi desam, yo'q. Pastda nezir olam bor ekan. Hali pastga qarab qazmagan ekanman, tagimga qarab. Xo'sh, bu yerda nima bor? Bizga qanaqadir sovg'a bormi? Yo'q, afsuski bu yerda aytarli hech narsa yo'q. Balki bordir. Va mana shu joyda obunachilar, sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar mana shu video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta bu videoni men ikkinchi qismini chiqaraman. Agar sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, bu videoni prosta chopaman. Aniq bu videodan biz o'yinda oxirigacha yetib bora olmaymiz. Bu aniq. Bo'lmasa vaqtimiz ko'p ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun kamida bu video ikkita qismda chiqadi. Agar sizlarga yoqsa, mana shu video albatta keyingi qismini chiqaraman. Sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, o'yin oxiriga yetadimi yoki yo'q, bunaqa videoni tugataman. Xo'p, bu yerda menimcha ko'radigan narsa qolmadi. Menimcha shunday. Shuning uchun yana pastga qarab ketamiz. To'g'risi pastda bizni nima kutyapti bilmadim. Shuning uchun yana to'g'ri pastga qarab qazmaymiz. To'g'risi hozir menda hech qanaqa qo'ydi yungi ham, somon ham yo'q. Mana shuning uchun nisbatan yengilroq tushish uchun mana shu loydan foydalanamiz. 1, 2, 3. What the fuck? Amayli hech qisi yo'q. Bile. Voy. Mana bu yerda Blaze bor ekan. To'g'risi ko'rmayapman.
boya temirdan shit yasab olsak bo'lar ekan. To'g'risi hozir afsuslanib qolyapman, yonimda hech qanaqa temir ham yo'q. Amallab ana shuni o'ldiramiz va o'ldi. To'g'risi Blaze bunaqa oson o'ldiraman deb o'ylamadim. Xo'p, bu yerda piglinlar bormi? Menimcha bo'lishi kerak. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerdan ham ertaroq ketamiz. Xo'p, nimadir yeb olishimiz kerak. Jonimiz juda ham oz qoldi. Buni yesa bo'ladimi? Albatta. Albatta yesa bo'ladi. Bo'ldi, endi jonimizni ko'paytirib olamiz. Menimcha bizga oltin kerak bo'lmaydi. Yo'q, kerak bo'larmikan? Baribir ham dragonni o'ldirishga bu narsalar kerak bo'lishi mumkin. Lekin meni qiziqtirayotgan narsa ertaroq pastga tushish, pastdagi narsalar ko'rish. Shu narsa meni qiziqtiryapti. Boshqa narsa meni qiziqtirgani yo'q. Shuning uchun yana pastga qarab ketamiz. To'g'risi pastda bizni nima kutib turibdi? Wow. Hey, shirinliklar olami. Menimcha bu Xorasant bo'lsa kerak, dekoratsiyadan. Mana bu xuddi anaqa multfilm bor edi-ku, ana shunga o'xshar ekan. Xo'sh, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yerda 3 ta uy bor. Hammasida esa oddiy tort. Aytarli hech narsa yo'q. Xo'p, nima deb yozdim? Welcome to cake shop. Tort magaziniga xush kelibsiz deb yozib qo'yibdi. Sandiqda nima bor? Yo'q. Prosta ichi bo'm-bo'sh. Lekin biz bu yerga o'zimizga keraksiz narsalarni tashlab ketamiz. Xo'sh. Xo'p, bu uyda ham bizni qiladigan ishimiz qolmadi. Endi keyingi joyga. Keyingi qavatga o'tamiz. Qavat deyilami o'zi, keyingi olam, keyingi dunyo umuman farqi yo'q. To'g'risi nimagadir o'zi sabrim chidamayapti-da, pastga ketkim kelyapti. Men nimagadir tez past ko'rsam, pastda aylansam deb mana shunaqa fikr o'tyapti menda. To'g'risi nimagadir juda ham sabrsizman. Lekin sizlarga maslahatim, lekin umuman sabrsiz bo'lmanglar. Ozgina qornim ochibdi, qorin to'ydirib olamiz. Xo'p, bo'ldi, qorin to'ydi. Endi bu yerda ham qiladigan ishimiz qolmadi. Pastga qarab ketamiz. Xo'p, bu safar pastda bizni nima kutib turibdi? Qanaqa sovg'a yoki qanaqa surpriz? Hozircha hech nima ko'ringani yo'q. Ozgina keyinroq ochamiz. Bu yerda har qanaqangi surpriz bizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib harakat qilishimiz kerak. Yo'q, bu yerda ham bu mana shunaqa mana shunaqa biom ekan. Xo'sh, tilim ham aylanmay qolyapti. Mana shunaqa jungle biom ekan. Buni ichida aniq bizga atalgan sovg'a bo'lishi kerak. Marhamat ekan, bo'ldi. Bizga zajgalka berildi. To'g'risi qatan bu ham kerak bo'lib qolishi mumkin bizga. Bu yerda ham bizni ko'radigan narsamiz qolmadi. Albatta fakelni olamiz. Bizga kerak bo'lsa. Xo'p. Keyingi kartamizga o'tamiz. Tak, stop. Men qayerdaman hozir? Nimaga pastga tushib ketmadim? Juda g'alati. Juda g'alati joy.
Bu qanaqa joy to'g'risi bilmadim. Almasli oyoq kiyim. Bu yerga bizga kerak bo'lmagan narsalarni hammasini tashib ketamiz. Xo'p, iloji boricha tepaga chiqamiz. Xo'sh, kuzatamiz. Bu yerda nima bor? To'g'risi bu nimaligini tushunmadim. Mana endi tushunarli. Bu mana shunaqa qora blok. Mana qorong'ida umuman ko'rinmay qolar ekan. Yaxshi. Texnologiya. Xo'p, bu yerda ham bizga qanaqa surpriz tayyorlangan? Yo'q, bu yerda ham oyoq kiyim. To'g'risi bilmadim, hamma yerda oyoq kiyimi shunaqa. Bilmadim to'g'risi. Bu lekin qanaqa joyligi? To'g'risi juda ham g'alati joy ekan. Nimaga bunaqa qurilgan? To'g'risi bilmadim. To'g'risi o'zi yana bitta kirkasi olishim kerak edi yoki yonimga temir olishim kerak edi. Shu ikkalasini bittasini qilish kerak edi, lekin men ikkalasini ham qilganim yo'q. Xo'p, fakelni olamiz. Xo'p, pastda qanaqadir nezr olamni ko'ryapman. Hozirgina nezrdan keldik, bilmadim yana qanaqa. Nezr olam uchras. Mana shu joyda videoni o'z nihoyasiga yetkazishga qaror qildim, chunki bu karta faqatgina bitta o'yinchi uchun mo'ljallanmagan. Ya'ni bir o'zingiz o'ynaydigan bo'lsangiz, bu yerda zerikib qolishingiz aniq. Kamida bitta do'stingiz bilan o'ynasangiz, bu karta ozgina bo'lsa-da qiziqarli bo'lishi mumkin. Va video oxirida yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, qachonki mana shu videoga 300 ta like yig'ilgandan so'ng men horror video chiqarishga va'da beraman. Ya'ni horror kartada vijivaniya qilishga harakat qilamiz. To'g'risi menimcha juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun horror videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, tezroq 300 ta like yig'ishingiz kerak bo'ladi. Xullas, sizlardan 300 ta like, mendan esa horror video. Shu yergacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr.